Millionerlar boradigan eng qimmat top 3 ta otel. 3-o'rinda Royal Penthouse Suite Hotel. Bu yerda bir kecha mehmonxonaning narxi $80,000 dan $100,000 gacha bo'ladi. Asosan bu yerda dunyoning turli xil prezidentlari, shahar hokimlari va millionerlarni uchratasiz. U yerga oddiy odamlarni kirgazishmaydi. Eng muhimi u yerda maxfiylik birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda Emphasis Suites The Palms Casino deb nomlangan mehmonxona. Bu yerga tez-tez boylar yig'ilib turadi. Har xil kazino o'yinlari, turli xil kimosh savdolarini uyushtirishadi. Asosan katta zip suite xonalari bor. San'at obyektlari bilan bezatilgan. Infinity pool, basseynlar, premium xizmat qiladigan mehmonxona. Bu bir kecha narxi $100,000 dan $150,000 gacha bo'ladi. Las Vegasda joylashgan. Birinchi o'rinda esa Lovers The Luxury Submarina Hotel. Bir kecha narxi $150,000 dan $300,000 gacha. Naqd bitta gelikning puliga yarasha mehmonxona eksklyuziv dam olishni sizga beradi. Suv ostida joylashgan submara, shaxsiy oshpaz, shaxsiy ekipaj, kapitan, gid, okean osti manzaralari, baliqlari, qisqasi juda ham premium xizmat bo'ladi.